Muhammad Amin? Ha, dadajon. Oyoq kiyimingni qara, loy bo'lib ketibdi. Men ham mana bosib oldim, loy bo'lib ketdi oyog'im. Tut tozalab qo'y. Ha, qilaman. Yalpayib yotganda ko'raman, dasturxonlarda hech bo'lmasa at ortsang bo'ladi-yu. Tur bolam, unaqa yot bo'lmaydi. Tur o'g'il bola, unaqa yotish kerak emas. Va, hop, ada, xos qilaman. Nima bo'lyapti dadas? Tozala desam, tozalamasdan yotibdi-da. Men tarbiya unaqa bermaydi dedi dadasi. Qanaqa beradi? Qarab turing. Muhammad Amin o'g'lim. Furoningni bala. Ko'rdingiz? Mana shunaqa bo'ladi tarbiya. Nima qilyapsiz? Pilosos qilyapman, lekin nimagadir u anavi changlarni olmayapti. To'kka tiqish kerak deb mana janavarni. Aytdim-a, nega ovoz chiqmayapti deb. O'tingga. Podyezdda ham qo'shnilar yig'ishtirishni boshladi-yu. Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo uyog'ini kommentga yozib keting.